Apakini ochdi, yetib olib pullarini. Ikkinchiga sut qarab tashlaganda. Bo'ldi, tashladim uni. Oh, biling. 150 million pul bor ekan. Yo'q, krasavchik. Kirib ketdi kameraga qarang. Tayyor. Juda kartdan soldi. Kodini teryapti, qara. Kodlov yaxshilab. Birodar Zurayevga bermish. Zuromaki. Mana. Qo'pmaylarga sog' bo'ling. 20 million pul ichilsin. Plastigimni? Plastigim yo'q. Haromilar, bolam operatsiyaga yiqqan pulim edi. Rozi emasman, o'limingga buyursin. Aka, mashina bizga o'tdi. Katta rahmat sizga. Argentindan ham kechish olib beraverasiz. Bolalar bir kun ikkita mashina olishding. Yurishlar ham o'zgarib qolgan. Shuncha pulni qayta olyapsanlar? Axir haloldan kelyaptimi? Yo'q, bilan ishim bo'lmasin. Bugun o'tirish bizdan, bolalarga ayt. Bolasizlar bemalol, besh vaqt o'qib qolib ketdi, namoz o'qib chiqamiz. Hozircha o'zing o'qib turaver. Bugun bizning qiladigan ishlarimiz bor. Ertadan birga boshlaymiz. Ha, aytmoqchi, plastikini berib turing, bizga kerak edi. Bo'ldi do'st, ertaga ko'rishamiz masjidda. Robot bilan eslaymi? Mo'nnomaga kredit rasmiylashtirib qo'ydimmi? To'liq yechanmadim pullarni. Maktabda kimni kuzatyapti? Bul tezroq o'tdan ketaylik. Bul tezroq, orqamizdan quvib kelishyapti. Oldimizdan boshlayapti. Ertadan birga boshlaymiz. Erta deyishding, na tavba qilishga, na sajdaga bosh qo'yishga ulgurishding do'st. Ichki ishlardan Shukrullo Isroilov bilan Sultonov Akramjon sizmi? Kartangizda noqonuniy pul aylangan. Biz bilan idoraga borasiz.